Assalomu alaykum Bekanjon kuzatuvchilari va Bekanjon kanalining ushbu videolar chiqishini kutmoqchi bo'lgan aziz obunachilar. Anchadan beri uzun video chiqara olmay qoldim. Ayrim bir sabablarga ko'ra mana inshaalloh endi video chiqarishni boshladim. Har doimgidek eng arzon avtomobillar ko'rsatamiz. Bu yerda Dongfeng 08 parchasi terib qo'yilgan, hammasi sotuvda tayyor bor. Dongfeng 08'larimiz hozir kuni Nalichada 5 o'rinlilar bor. 5 o'rinlilar juda arzon narxlarda qildirib qo'ydik. Bonuslarga ham cho'tki narxlar qo'shib beriladi. 5 o'rinlilar ultra hisoblanadi, ya'ni 2025 ultra versiyasi. Bunda funksiyalar biroz ko'proq. Eng qulayliklardan biri bunda Michelin balon turibdi. Michelin balon juda ham qimmat avtomobilga narxini, lekin balon nisbati qimmat bo'lishiga qaramay, avtomobil narxi siz o'ylagandan-da arzonroq bo'lishi mumkin do'stlar. Xo'p, qoraga qora, qoraga oranjiy, usti oq, ichi qorasi Nalichada sotuvda tayyor turibdi do'stlar. Hozirgi kunda mashinalarimizdan 5 o'rinlilar hammasi Michelin balon, avtoparkovka, bonuslarga bir ikki narsalar ham qo'shib beriladigan holatlari ham bor. Ularni ekranda ko'ringan raqamga qo'ng'iroq qilinglar, batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p, bu mashinalarning barchasi 25-yil, Besprabek garantiyasi, rus kassasi ichida. Rus kassasini bonus sifatida kirib ketadi. Hozir restoranni so'ragan obunachilarimizga restoranlari ham bor. Mana restoranlar diskasi qora bo'ladi. Bu mashinamiz ham Nalichada tayyor turibdi. Bundan hozir 7 tacha bor. Bu mashinamiz narxi $32,100 xarid bo'ladi. Bu narx ichida sizga bir qancha qulayliklar va bir qancha funksiyalar ham bor. Ya'ni avtomobilimizni narxi qimmat bo'lishiga qaramasdan sifatda shunga yarasha ko'rish bilaman. Boshqa joyda mashinalar narxi arzon bo'lishi ham mumkin. Lekin biz mana shu indeksda 2 yildan beri shu yerdamiz. Mashinalarimizdan hali birontasida defekt, birontasidan muammo chiqqan yo'q. Agar qanaqadir muammo chiqqan bo'lsa, garantiya tomonlama imkon qadar shu yechimni qilishga harakat qilmoqdamiz. Hop, 5 kishilarimiz narxi $29,500 dan bemalol xarid qilsa bo'ladi. Hozir ichlarini ko'rsataman. Michelin balonda yana qayta aytyapti, hisobga o'tmaylar, lekin Michelin balon haqiqatan yumshoq va sifatliroq. Ichki salonlar bilan ko'rinishlar hamma bir xil. Mana joyda video registratorlari bor, 360 kamera, YouTube hamma narsasi yozib qo'yilgan. Mashinamizdan polniy ruskasi qo'yilgan. Biz mashinadan hech qanaqa muammo yo'q. Hatto kichkina tablos ham ruskasi bo'lyapti. Pultlar ham oddiy, eski qanday bo'lsa shunday. Buni qulayliklaridan birini aytib o'tamiz. Juda ham katta qulayliklar bor ushbu avtomobillarimizni. Ertalab kelgan mijozlar mashinasini olib ketyapti, ya'ni narx arzonligi to'lovlarga ko'payyapti-da, to'lov ko'p. Xudo xolisa mana ko'radigan bo'lsanglar, bunday xolodilniklar bor. Eng qizig'i mana shu polniy spinga ko'tariladi. Va shu moshina bu, ya'ni mashina haqiqatan injiq mashina mana. Bemalol spanni qilib yotib ketsa bo'ladi. Atamanka polniy ko'tariladi. Bagajlar ham anchagina keng bu ushbu avtomobilimizda, chunki orqa o'rindiqlari yo'q bo'lgani uchun. Mashinamiz Nalichada tayyor turibdi. Ekranda ko'ringan raqamga qo'ng'iroq qilib xarid qilsalar bo'ladi. YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Bekanjon degan YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'ysalar yana ham yaxshi bo'ladi. Hozir bu mashinamiz qisqacha obzor bo'ldi. Xudo xolasa Dongfeng 08'imizni orqa tomonga o'tib to'liqroq obzor qilishga harakat qilamiz. 5 kishilarimiz 29,5 mingdan, 6 kishilarimiz 32,100 dan xarid qilsalar bo'ladi. E'tibor uchun rahmat. Kanalga like bosib, obuna bo'lishingizdan chiqmasin.